24 oktyabr 2025 yilda soat 20. Oh-da mening yurtim kanalida o'zbek seriali Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risining 181 qismi efirga uzatiladi. Ushbu qism mavsumdagi eng qiziqarli epizodlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Intriga, his-tuyg'ular va kutilmagan burilishlar tomoshabinlarni befarq qoldirmaydi. Aktyorlarning o'z qahramonlarining his-tuyg'ularini chuqur yetkazishdagi mahorati alohida e'tiborni tortadi. Ularning taqdiriga bog'lanib ketmaslik deyarli imkonsiz. Ssenariy mualliflari yangi voqealar bilan hayratga solishni davom ettiradi. Rejissyor esa dramatik taranglikni mukammal ushlab turadi. Tomoshani birinchi daqiqadan oxirigacha qiziqtiradi. Har bir kadr haqiqiy drama muhitini yaratadi. His-tuyg'ular va voqealar mukammal uyg'unlikda birlashadi. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risining 181 qismi bu sevgi, ehtiros va oilaviy sirlar olamiga yana bir bor sho'ngish imkoniyati. Serial o'zbek televideniyasining qalbni qamrab oladigan va tomoshabin xotirasida uzoq qoladigan hikoyalarni yaratishga qodir ekanligini yana bir bor isbotlaydi.